Nima 685 ming tashab bering, iltimos, kreditim bor oyini boshiga. No problem. Alloh guvohligida shu gaplaringizga ishondim. Karta ham qoldiribsiz. Hozir sizga 685 ming so'ragan pulingizni o'tkazib beraman. Podpiskangizni ham tekshirdim. Haqiqatan ham obuna bo'libsiz ikkala tarafga ham Telegram kanalimga, ham Instagramga. No problem, tashab beraman. Sizni xursand qilgim keldi, qilamiz. Ketdik. Qoldirgan kartangizni ismi Bazarbayeva Go'zal ekan. Go'zal chiqdi. Qaranglar mana. 685 ming hozir o'tkazaman, ko'rsataman hammasini. Agar sizlar ham xuddi shunday o'yinlarimda qatnashmoqchi bo'lsalaring, hammasi juda ham oddiy. Kommentariyaga sizga qancha kerakligini faqat juda slishkim ko'p emas, sredni summani yozib qoldirasizlar. Men esa sizga pul o'tkazib beraveraman. Do'stlar, mana kod keldi, kod terdim. Obunachimizga hozir chiring 685 ming o'tyapti. Akkauntlarini nomini ham, kartalarini ham ko'rib turibsizlar. Kim chiqqanligini ham aytayapman. Agar sizlarga mana shu o'yinlarim qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga sizga qancha kerakligini yozib, maksimum istoriyalaringizga qo'yib, do'stlaringizga jo'natib, mana shu videoni обязательно obuna bo'lib, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bu tekshiriladi. Bu obunachimiz ham ikkala tarafga ham obuna bo'lgan ekan. Shuning uchun mana tilaklarni bajaryapmiz. Mana ko'rdilaring, o'tdi. Mana Bazarbayeva Go'zal. Bazarbayeva Go'zal to'g'ri obunachimiz tabriklab qolamiz. Mana omadi keldi, pul o'tkazib beryapman. Sizni ham omadingiz kelishini xohlasangiz, обязательно do'stlar diqqat bilan eshitinglar. Mana shu videoni repost qilinglar, do'stlaringizga jo'natinglar, kommentariyaga belgilanglar va kommentni ko'proq yozinglar. Telegramga ham o'tib yozinglar, chunki ag'danam bag'danam tanlab obunachilarni xursand qilishda davom etyapman. Nima bemor edim, 300 ming so'm dorilarim uchun so'radim, o'qimadingiz. No problem, mana o'qib turibman. Bu obunachimizga o'sha so'ragan pullarini chin yurakdan o'tkazib berib bo'lganman. Menga galisovoy tashashdi, galisovoylarni eshitib, to'g'risi ko'zlarimga yosh keldi, qadrdonlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, boringizga shukr. Xudoyim sizga ko'pini bersin, ilohim. Allohdan nima so'rasangiz ziyodasi bilan bersin. Shunaqa xursand bo'ldim hozir. Javobingiz tarbiya qilgan ota-onangizga ming rahmat. Alloh sizni Ka'batillohlari bilan siylasin, jannat qasrlari bilan siylasin, ilohim rahmat. Mana shu ayolman rostdan 7 yildan beri yura olmayman. Hozir issiqda kunda dorilarimni ololmayapman, mablag'im yetmay dori olaman chin dildan. Bu dunyoda hech kim kasal bo'lmasin, qadrdonlar. Gapimga qo'shilganlar amin so'zini kommentariyaga yozib, mana shu videoni yaqinlaringizga jo'natib, agar sizga ham pul kerak bo'lsa, обязательно kommentga yozing va bitta shartini bajarib qo'ying. Menga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz kerak, o'sha yerdan ham yozishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, qadrdonlar. Maksimum like, komment, do'stlarga repost. Nima 400 ming tashang, iltimos, menga pulini to'lang. Nima uchun bu obunachimiz bunaqa xato yozyapti ekan desam, o'sha hamma obunachilarimiz tashlaydigan Telegram kanalimga o'tib SMSlar yozishibdi, video ham tashlashibdi. Videolariga qarasam, imo-ishora qilishyapti. Bilsam, bu obunachimiz gapirish olmas ekan, eshitmas ekan. Bu obunachimizni ham bir xursand qilay dedimda, o'sha so'ragan 400 ming pullarni joyida o'tkazib berdim, ko'chada bo'lishimga qaramasdan. Mana videolarni mana shu yerga qo'yib o'tyapman. O'zlaring ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Pulni o'tkazib berganligimni ham ko'ryapsizlar. Xursand bo'lib kartasiga tushganligini ham skrinshot qilib tashlaganini ko'ryapsizlar. Agarda sizlarni ham mana shunaqa duolaringni olishimni xohlasalaring, kommentariyaga o'zlaringga qancha kerak bo'lsa o'shanchani yozinglar. Summani absolyutno qizig'i yo'q. Qaytdanligingizda ham absolyutno qizig'i yo'q. Kimligingizda ham qizig'i yo'q. Prosta obunachim bo'lsangiz bo'ldi. Bitta sharti, menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ham Instagramga, ham Telegramga. Hajiganlar, yana bitta iltimosim bor. Ko'p videolarimda like bosmayapsizlar. Birinchi o'rinda like ni bosinglar. Do'stlaringizga jo'natinglar. Kommentariyada ham do'stlaringizni belgilab, mana shu videoni repost qilib qo'yinglar. Men xursand bo'laman. Nima, mana aka shartlarni bajardim. Menga ham tashlab bering.
No problem. Mana shunaqa skrinshotlarni tashab ko'rsatganligingiz ham zo'r ideya bo'libdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa aktiv bo'lishda davom eting. O'ylaymanki, sizga mana kartangizni oldim, qo'ydim, 250 ming dastatishni bo'lsa kerak. Qadrdonim, mana qarang. Hozir jo'nataman. Mana shunaqa aktiv bo'lishda davom etinglar, hammanglar qadrdonlar. Va Telegramga ham obuna bo'linglar. Chunki bu obunachimiz Telegramdan mana shunaqa skrinshotlar tashashibdi, aktiv bo'lganligini ko'rsatishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana perevod qilamiz. Bosmabman, bosyapman. Ko'rib turibsizlar qadrdon. Shuning uchun har doim aktiv bo'linglar. Mana ko'ryapsizlar, 250 ming mana shu obunachimizga mana SMS ham keldi o'tkazganligim. Menda unaqa farshiviy cheklarni ko'rsatib maqtanish yo'q. Menda hammasi haqqoniy jigarlar. Akkauntlarini ham, karta nomerlarini ham ko'rsatib boryapman qadrdonlar. Hech qaysali qo'shtiroq ichidagi blogerlarning bunaqa qilib ko'rsatib bera olmaydi. Chunki menda hammasi haqqoniy. Shuning uchun behijolat qatnashib borsalaring, kuniga obunachilarni mana shunaqa qilib pullarni o'tkazib, xursand qilishda davom etyapman. Siz ham shunaqa xursand bo'lmoqchi bo'lsangiz, mendan pul olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga hoziroq kiring, yozing, do'stlaringizni belgilang, storieslarga qo'yib tashlang va eng glavni muhim sharti menga obuna bo'ling va Telegramga ham obuna bo'ling. Bo'ldi qadrdonlar, hammaga omad. Nima, menga ham tashlab bering, bolalarimga maktabga ustuvor qilaman. Telegramingizga ham obuna bo'ldim. No problem. Bilasizlar qadrdonlar, pul tashlashdan oldin har doim bitta o'yinimning sharti bor xolos. Obuna bo'lish, keyin komment yozish. Mana shu kommentga men video olishni boshladim. Shu jarayonda shunday akkauntlarga kirib ne ko'z bilan ko'rayki, obuna bosmasdan mana bunaqa o'yinlarimda qatnashmoqchi bo'lyapti. Bunaqa obunachilarni obunachi ham deb bo'lmaydi-da, chunki obuna bo'lmasdan o'yinlarimda qatnashmoqchi bo'lyapti qadrdonlar. Bunaqa videolarni o'zi ko'p holatlarda shu boshlagan joyimdan admin qilib tashlayman. Boshqa obuna bo'lganlarning videosini chiqarishga harakat qilaman, lekin bu videoni dakansa chiqarishga nima deydi, qaror qildim. Sababi qolganlarga ham darslik bo'lsin, bekorga vaqtini sarflab yurmasin deb mana shu videoni chiqarib qo'yyapman qadrdonlar. Obuna bosinglar. Keyin o'yinlarimda qatnashishga harakat qilinglar. Hozir mana shu obunachimiz pul olgan bo'lardi. Agar bittagina shu shartini bajarib qo'yganda. Sharti juda ham oddiy. Menga obuna bo'lishlaringiz kerak va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib kuzatib borayotgan bo'lishlaringiz kerak. Bo'ldi. Любой summani yozsalaring, o'sha summalaringni ko'raman, kommentlaringni ko'raman va pulni tirs o'tkazib beraman. Ko'rib, bilib, yuribsizlar qadrdonlar. Menda oldi ketdi narsalar yo'q. Hammasi haqqoniy. Prosto obuna bo'lish sharti bor xolos. Mana shu videoni men ertamatanda zo'r video chiqaraman deb afsuski mana shunaqa video chiqaryapman. Rozi bo'lasizlar qadrdon. Lekin va'da beraman, mana shu bugun kuzatib boringlar. 2-3 ta obunachilarimizga pul o'tkazganligimda обязательно ko'rsataman. Ming xijolatda mana shu videoni dakansa chiqarishga qaror qildim qadrdon. Nima? O'zingiz o'zbek taomlaridan pishirib yeb ko'ring. No problem. Ketdik. Baho beringlarchi, o'xshadimi osh? Do'stlar, o'z qo'llarim bilan tayyorlagan oshim. Qani bismillah. Xullas, kimda yana qiziqarli shartlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Mana shu shartni yozgan obunachimizga ham 200 ming so'm addish o'tkazib beraman. Обязательно o'tkazganligimni chetlarda ko'rsatib o'taman. Nima? Iloji bo'lsa aka shunga 100 ming so'm paynet qilib bering. Endi qilmaganim shu paynet qoluvdi. No problem. Ketdik. Obunachimizni qoldirgan nomerlari Beeline aka, mana 100 ming so'mni yozdim. Bosamiz aplatitni. Bo'ldi, paynet qilamiz. Agar sizlarga mana shu o'yinim qiziq bo'lsa, kommentariyaga kirasiz. Ko'ngildan chiqqan summangizni yozasiz. Bo'ldi. Men o'tkazib beraveraman. Qaranglar mana. O'tdi obunachimizga mana Beeline ekan. Qiziq bo'lsa, prosta qatnashish kerak do'stlar. O'ylanib o'tirishga vaqt yo'q. Men random tanlab kommentlarda kimniki uchrab qolsa, summani umuman qizig'i yo'q. Shuni chirs o'tkazib beryapman. Faqatgina bitta sharti menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va Telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Hech qanaqa homiylar yo'q. Obuna обязательно tekshiriladi va sizga pul o'tkaziladi. Agar karta qoldirmagan bo'lsangiz, lichkangizdan karta so'rayapman.
lichkaga ham qarab turasizlar. Podpiskani bosinglar, maksimum like'ni bosinglar, do'stlarga jo'natinglar. O'yin qiziq bo'layotgan bo'lsa, rahmat so'zini kommentga yozib qo'yish ham esdan chiqmasin jigarlar. Nima, raketa o'ynagani 500 ming tashlab bering. So'ramaganlaring o'zi shu qoladi. Mayli, sizni ham xafa qilmayman. Bo'ldi, tashlab beraman 500 ming. Obunachimizni qoldirgan kartalarida ismlari Xo'ja Ahmedov M ekan. Bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar, 500 ming so'm shitir o'tdi. Absolutno nimaga pul so'rayapsiz? Farqi yo'q. Prosta kommentariyaga kirish kerak, yozish kerak. Bo'ldi qadrdonlar. Bitta sharti menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Обязательно men buni tekshiraman va sizni kommentingizga qarab pul o'tkazib beraveraman. Mana shu videoga bitta like'ni bosing, komment yozing, repost qiling, istoriyangizga qo'yib qo'ying. Mana shu aktivlikni qilsangiz, bo'ldi, mana shu kommentlaringiz doim to'pda turadi. Men sizlarning kommentlaringizni ko'rib pul o'tkazib beraveraman. Yana qaytaraman. Absolutno nima uchun pul so'rayapsiz? Farqi yo'q. Ko'rdimmi, obuna bo'lganmisiz, o'tkazib beraveraman. Menda quruq gap yo'q. Obuna bo'lmabsiz, o'qimabsiz, bu qilmabsiz degan gap so'zlar yo'q, hali safsatachilarga o'xshab. Prosta ko'rdim, o'tkazib berdim. Obuna bo'linglar. Обязательно o'tib ham Telegramga obuna bo'lishingiz kerak. Bo'ldi. Nima 5 ta banan yeb bering, yeb bilmasangiz 100 ming tashlang. No problem. Banan tayyor, qani ketdik bo'lmasam yeymiz. Zo'r shart yozibsiz, agar yeb bilmasam men sizga 100 ming emas, 200 ming tashlab beraman. Meni obunachilarim katta summaga arziydi. Xullas, sizlarda ham mana shunaqa qiziqarli shartlar bo'lsa, hoziroq kommentariyaga kiring, yozing, do'stlaringizni belgilang, maksimum aktivni ko'rsatish uchun repost qilib istoriyangizga mana shu videoni qo'yib qo'ying va Telegram kanalimga ham o'tib shart yozing, обязательно. Chunki u yoqdan bu yoqdan shartlarni bajarib boryapman. Xullas, ko'p gap eshakka yuk. Bitta like'ni bosgan bo'lsangiz, men yeyishni boshladim. Xullas, birinchi banan. Voy, bu 5 ta bananni yeyish juda qiyin ekan. 2,5 tasini zo'rg'a yedim. Mana 2 tasi qoldi. Shartingizni bajara olmadim. Shuning uchun hoziroq lichkangizga yozaman desam, akkauntingiz yopiq ekan. Kommentariyaga yozingda yoki kommentga qoldiring yoki Telegramga o'tib meni lichkamga karta qoldirsangiz 200 mingni o'tkazib beraman. O'zi o'tkazib turib mana shu videoda ko'rsatishim kerak edi, lekin akkauntingiz yopiq ekan. Akkaunti yopiqlar. Iltimos ochib qo'yinglarda, keyin shart yozinglar, чтобы men video davomida ham shartingizni bajaray, ham pul o'tkazganligimni ko'rsatay. Do'stlarga mana shu videoni maksimum jo'natamiz va Telegramga ham o'tib obuna bo'lamiz. Chunki ag'da ham, bag'da ham obuna bo'lishingiz shart. O'shandagina men shartingizni erinmasdan bajaraman. Nima? Salom aka, tarvuzni oling, o'rtasidan bo'ling. Teng chiqmasa pul tashab bering. No problem. Ketdik bo'lamiz. Tak do'stlar, bo'lishdan oldin yuvib olamiz qadrdonlar. Tez Telegram kanalimga o'tinglar. Profilni shapkasida silka, o'sha yerdan menga vizov tashlaylar. Mana bunaqa o'yinlarimda qatnashinglar, shartlaringni обязательно bajaraman va tezroq bajaraman. Endi so'ysagan bo'laveradi mana. O'g'ajonlar, tayyormisizlar? Hozir so'yamiz, 2 ga bo'lamiz, o'lchaymiz. Agar ikkala tarafi ham bir xil chiqmasa, obunachimizga pul o'tkazib beramiz. Sizda ham mana shunaqa prikolli shartlar bo'lsa, kommentariyaga va Telegram kanalimga o'tib, обязательно yozib qatnashib boringlar. Qani ketdik. Rona bo'lindi lekin. Boru agar bir xil chiqmasa bilmadim endi. Lekin qizil chiqdi. Qani, hozir mana tarozini qo'yamiz. Tarozimiz 0-0 turibdi. Qani, bismillah. Mana qaranglar. 590 bu endi ikkinchisi. 6 rovna, yo-mayo 6 kilogram chiqdi, nargisi 590 chiqdi. Yo-mayo. Jigarlar, ko'rib turibsizlar, qanaqadir 10 grammga adashibman. Obunachimiz tabriklayman. 500 ming egasiga aylandingiz. Qolganlardan ham mana shunaqa prikolni bajarsa bo'ladigan shartlarni kutib qolaman. Kommentariyani bang'illatib, maksimum aktivni ko'rsatib obuna bo'linglar, chunki
Obuna bo'lganlardagina shartini bajaraman. Shart bajarish boshlandi. Nima? Nevaramni bog'cha puliga 250 ming so'm tashlab bering, saxiy boylardan bo'ling. No problem. Ketdik, xursand qilamiz. Obunachimiz qoldirgan kartalarining nomi Nigora A chiqdi. Mana pullarni o'tkazib berdim. Ko'rib turibsizlar, bu obunachimiz bilan bitta qiziq voqea bo'ldi. Birinchi marta o'sha karta so'raganimda shoshilib karta tashashgan. Karta xato bo'lgan. Keyin men pul o'tkaza olmadimda, keyin yana kartangizni tekshiring, xato ekan deb yozdim va keyingi variantini tashashdi. O'sha keyingi varianti to'ppa-to'g'ri ekan. Mana pullarni o'z vaqtida o'tkazib berdim. Mana shu yerdan ham ko'rsalaring bo'ladi, qadrdonlar. Hamma obunachilarim meni живой, original, hech qanaqa fake yoki postanovka emas. Mana shu obunachimizni mana SMSlarni ham qo'yib o'taman. Ko'ringlarda qayerda xato bo'lganligini kommentariyaga yozib qo'yinglar, chunki birinchi kartasida xato variant bo'lgan, ikkinchisida to'g'rilab tashashdi va pullarni olishdi. Siz ham shunaqa pullarni olmoqchi bo'lsangiz, prosta bitta sharti menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va kommentariyaga qancha kerakligini Telegramga ham, mana shu kommentga ham yozishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Maksimum aktiv uchun bitta laykni bosing, do'stlarga jo'nating, kommentariyaga ham do'stlaringizni atmetga qiling, repostni bosib qo'ying. Bo'ldi.